هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zuhruf tefsiri 46. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zuhruf suresi 46. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz hakikaten Musa'ni Fir'aunga ve onun tevalarına, onun rast peygamber ekenligini ispatlaydigan şanlıq möcüzələrimiz bilen evettik. Musa Fir'aunga: Men hakikaten cimi alemlerinin Rabbinin seni ve kavmini bir Allah'a ibadet kılışkı davet kılış için evetken elçisimen dedi. Musa ulağa bizning möcüzələrimizni elib kelgende, ula nagahan möcüzələrini məsxir qılıb küldü. Ulağa bir-biridən katta möcüzələrini körsətdik. Ularni küfrdən qaytsun deb türlük azaplar bilan cazaladik. Ular azabni ko'rganda: "Ey sehrigarlar, ey sehrigar, Rabbinga onun sana bergen duayını icabet kılıştan ibaret ehdi boyunca biz için dua kıysan, eğer duayın bilen bizden azabını kötürüvetse biz çokum iman etimiz" dedi. Musa'nın duası bilen uladın azabını kötürüvetkinimizde nagahan ula ehdini bozup küfrüdü çıngtudu. Musa'nın Fir'aun ve onun tevalarına tehdit bilen evetilgenlik doğrusuda. Allah Teala bu ayetlerde bendisi ve Peygamberi Musa aleyhisselamdan haber verdi. Allah Teala Musa aleyhisselamni Fir'aunga, Fir'aunның tevasidiki emeldarlarga, vezirlerge, kumandanlarga, ergeç küçülerge, Qibti ve İsrail avladıdan boğan fuqaralarga peygamber kılıp, ularni hiç şirk bo'lmagan yalğız Allah Teala'ga ibadet qilishga da'vat qilish, Allah Teala'dan boshqa narsaga ibadet qilishdan to'sish uchun avatdi. Allah Teala Musa'ni qo'lining ap-oq va nurliq bo'lishi, hossisining yilondek mingishi, tufon, chekatga, pit, paqa va qon ofatlari, ziraatlarning kemiyib ketishi, bolalarning oz tug'ilishi va mevalik daraxtlarning meva bermaslik qatorliq katta mo'jizalar bilan payg'ambar qilib avatdi. Fir'aun va uning tavasidagilar bu shonliq mo'jizalarni ko'rib turib, uningga ergishishdan va bo'ysunishdan cho'ngchilik qildi. Uni yolg'onga chiqarib masxir qilishdi. Uni o'zlariga elib kelgan ishi ustida mazoq qilib kulishdi. Ulağa bir-biridan katta möcüzələrini ko'rsatdik. Mushundaq turuqliq ular gumrohlikdan, azg'unlikdan, nodonlikdan va buzg'unchilikdan yonmadi. Har qitim ulağa bu oyatlardan bir kelsa, ular Musa alayhissalomga yolvoradi va uningga: "Ey sehrigar, ya'ni ey bilimdor kishi." Ibn Jarir shundaq tafsir qildi, deganga o'xshash yumshoq so'zlarni qiladi. Ularning zamanida olimlar sehrgarlar edi ve sehrgarlik ularga yomon ko'rilmaydi. Ularning sehrigar degan so'zi kamsitish uchun deyilgan emas edi. Chunki bu vaqt ular uchun Musa alayhisalomga qattiq hojati va zarur vaqt bo'lg'achqa, ular Musa alayhisalomni so'kish uchun emas, balki yaxshichoq bo'lish uchun shu so'zlarni qiladi. Shu chaqda uningga yomon so'zlarni qilish munosib bo'lmaydi. Ularning qarashicha u katta hurmat so'zi edi. Ular har qitim
agar o'zlarining beshiga mo'jiza kelib berilgan bu balo ko'tirib etilsa, o'zlarining Musa alayhisalomga iymon etadiganligiga va Isroil avlodini uning bilan erkin qo'yib berdiganligiga va'da qiladi. Va har qitim beshidagi balo ko'taritilgandan keyin Musa alayhisalom qilgan va'dasini buzatdi. Ularning bu qilmishi Alloh taolaning buni oyatida ifodalandi. Ularga suv ofatini, cheketga, pit, paqa, qon balolarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdi. Allohga iymon etishga ularning gadankashligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda ular: "Ey Musa, Rabbingga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqiqiy hurmati bilan bizdan baloni ko'tirib o'tishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tirib o'tsang, sana cho'qim iymon etamiz. Isroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz" degan edi. Ulardan baloni vaqtliq ko'tirib o'tgan chig'imizda ular to'satdan ahdlarini buzdi. Fir'avn o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq gap qila oladigan, balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhisalomdan yaxshiman. Nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi? Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi?" Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishli bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Fir'avnning qavmiga xitob qilganligi va Alloh taolaning uni jazolaganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Fir'avnning haddidan eshishi, gadankashlik qilishi, haqni inkor qilishi va haq bilan qarshilashishi qatorliqlardan xabar berdi. Fir'avn qavmini to'plab ularga Misr podshohligi va uni xohlagancha idora qiladiganligi bilan ko'z qilgan va faxrlangan holda mundaq nido qildi: "Misrning podshohligi ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Qatada ularning bog'lari va orasidan suv eqib turadigan o'stanlar bor edi" dedi. "Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Ya'ni mening podshohligimga qaramamsizlar? Musa va uningga ergashganlar kambag'al va ojizlardir." Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: "U sehrgarlarni, askarlarini, tavalarini to'pladi ham nido qilib dedi: Men sizlarning buyuk Rabbinglar bo'laman. Alloh uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. Balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhisalomdan yaxshiman." Ya'ni Fir'avn bu so'zi bilan shak shubhisiz o'zining Musa alayhisalomdan yaxshi ekanligini maqsad qilmoqchi bo'lgan. U ochiq oshkori yolg'onni so'zildi. Alloh taolaning uzilmas la'natlari uning qiyomat kunigacha bo'lsin. Qatada va Suddi oyatdagi arzimas odam degan so'zdan Fir'avn Musa alayhisalomning ojiz odam ekanligini ko'z tutmoqchi dedi. Ibn Jarir Fir'avn Musa alayhisalomning podshohligi, sultonligi, pul mili yo'q, ochiq gap qila olmaydigan, ya'ni so'zni fasohatlik qila olmaydigan, ravon so'zlay olmaydigan, tili tutuq odam deb sundirganligini ko'z tutmoqchi dedi. Fir'avnning arzimas odam degan so'zi yolg'ondir.
balki Fir'avnning o'zi yaratilish, axloq va diniy jihatda pastkash, arzimas odamdir. Musa alayhissalom bo'lsa sharaflik, rostchil, to'g'ri yo'l ustidagi odamdir. Fir'avnning ochiq gap qila olmaydigan degan so'zi ham bo'htondir. Gerçi Musa alayhissalomning tili kichik vaqtida og'ziga cho'g' solganligi sabab bilan zahmat yegan bo'lsa-mu, u Alloh taologa duo qilib, ularning o'z so'zini tushunish uchun tilidagi kekashlikni ko'tarib etishni so'ragan edi. Alloh taolo Musa alayhissalomning bu vaqtdagi duosini: "Ey Musa, sening so'ragan narsalaring sana berildi" degan so'zi bilan ijobat qilgan edi. Hasan Basrining deganidek, Musa alayhissalom tilidagi kekashlikning butunlay ko'tarilib ketishini so'ramagan desakmi, u Alloh taolodan tabliq qilish va tushuntirishda to'salg'i bo'ladigan narsani ko'tarib etishni so'raganligi aniq edi. Chunki bandining ishi sababli bo'lmagan, yaratilishidanla bor bo'lgan ayiblar haqida banda ayiblanmaydi. Haqorat qilinmaydi. Fir'avn bu haqiqatni tushungan, bilgan, aql o'shi joyida odam bo'lsa-mu, u faqat tavasidikilarga so'zini chiroyli ko'rsatishni ko'zlab Musa alayhissalomni aybladi. Tavasidikilar dut nadonlar edi. Fir'avnning bu so'zimi yuqoridagi maqsadga deyilgan edi. Maqsadda deyilgan edi. Nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi? İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Qatada va boshqa bir qancha kishilar bu oyatning ma'nosi nima uchun Musoga zinnat buyumlaridan qo'llariga soladigan oltin buyumlar tashlanmadi deganlik bo'ladi dedi. Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan billa farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? Ya'ni uning bilan nimishqa uning atrofida xizmat qilib yuradigan, uning rost payg'ambar ekanligiga guvohlik beradigan farishtalar kelmadi? Fir'avn oshkorida ko'rinishga qaradi. Fir'avn oshkora ko'rinishga qaradi. Ma'naviy sirni tushunmadi. Agar u tushunsa edi, ma'naviy sir u nazar solgan tashqi ko'rinishdanmi oydin edi. Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ya'ni Fir'avn tavasidikilarning aqlini tuvanchaqlab gumrohlikka da'vat qildi. Ular uning da'vatini qabul qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ibn Abu Hatim Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar sen Alloh taoloning biror bandiga uning xolig'ini berganini, u bandining Alloh taologa osiylik qilgan holda tug'inni ko'rsang, shak shubhisizki bu Alloh taoloning uni to'ydirmay halok qilishi yo'lidir. Andin payg'ambar alayhissalom bu oyatni tilovat qildi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Tariq ibn Shihabning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men Abdullah radhiyallohu anhuning huzurida edim. Uning yonida tuyuqsiz o'lim tilga ilindi. Abdullah: "U mu'minga osondir, kofirga hasratdir" dedi. Ondan Abdullah radhiyallohu anhu bu oyatni o'qidi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu jazoni g'aflat ichida ko'rdim dedi. U bu so'zi bilan Alloh taolaning ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik, ularning hammasini dengizda g'arq qildik degan oyatini ko'z tutgan. Ularni biz kuffarlarning azob tegishlik bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Abu Majlis ularni qilmishlari ularga o'xshagan keyingi kishilarga namuna qildik dedi.
Abu Meclis ve Mücahid ulardan keyingilarga ibrat qildik dedi. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushalliqdan suran selishib ketadi. Ular bizning ilahlarimiz yaxshimi yoki Isa'mi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Belki ular jidalxo'r qavmdir. U, ya'ni Isa Nasaralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandidir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. U, ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Uningga, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, menga ergishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda menishdan to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Isa ro'shan mo'jizalar bilan kelib aytdi. Sizlarga men hikmat ilib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishinglarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Rabbimdir va sizlarning Rabbinglardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Nasaralarning firqalari Isa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zalimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. Quraysh ahlining Maryam o'g'li Isa'ni ko'zga ilmaganligi Isa'ning Alloh taolaning huzuridagi darajasi to'g'risida. Alloh taolo Quraysh kishilarining haqni inkor qilgan, haq bilan qasdan qarshilashgan va haq ustida jidallashgan holda haqdan buralganligini xabar qilib mundaq deydi. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushalliqdan suran selishib ketadi. Bir necha odam bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Akrima, Suddi va Zahhaq qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular bu misoldan hayron bo'lib kulishidi. Qatada ular hasrat bilan ochiq kuladi dedi. Ibrohim Nahai ular qarshi chiqadi dedi. Muhammad ibn Ishaq Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobida mundaq deydi. Menga bergan xabarga asoslanganda bir kuni payg'ambar alayhissalom Valid ibn Mughira bilan Haram masjidida o'ltiradi. Nazir keyin ibn Haris kelib ular bilan birga o'ltirdi. Masjidda Quraysh qavmidan bir qancha odam bor edi. Payg'ambar alayhissalom so'z qildi. Nazir ibn Haris uningga qarshi chiqdi. Payg'ambar alayhissalom uningga pokit bilan so'zlab, uni gap qila olmas qilib qo'ydi. Ondan uningga va boshqalarga tuvendagi oyatni o'qib berdi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Payg'ambar alayhissalom bu yerdan ketib turishiga Abdullah ibn Zibara kelib ular bilan birga o'ltirdi. Valid ibn Mughira uningga Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Nazir ibn Harisning Abdul Mutallibning o'g'li bilan jidallashib qolgani yomon bo'ldi. Muhammadning aytishicha biz va biz cho'qingan bu ilohlarimiz do'zaxga yiqilg'i bo'ladiganmiz dedi. Abdullah ibn Zibara Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar men uni uchratsam, uning bilan albatta munozir qilardim. Sizlar Muhammaddan Allohdan boshqa har qanday ibodat qilingan narsa, uningga ibodat qilguvchi bilan do'zaxda birga bo'lamdi. Biz
farishtalarga ibodat qilamiz. Yahudiylar Uzayrga ibodat qiladi. Xristianlar Maryamning o'g'li Isoga cho'qinadi-ku deb so'ranglar dedi. Valid va uning bilan birga o'ltirganlar Abdullah ibn Zibaraning so'zidan hayron qilishdi. Ular uni dalil bilan so'zildi va to'g'ri mulohiza qildi deb qarashdi. Bu so'zlar payg'ambar alayhisalomga xabar qilinganda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Alloh taoloni qo'yib boshqa narsaning da'vat qilinishini yaxshi ko'rgan har qanday odam shu narsaga cho'qingan odamlar bilan birga bo'ladi. Ular haqiqatan shaytonga va ularni shaytonga cho'qinishga buyurgan odamga cho'qindi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalardir. Do'zaxdan yiroq qilindi. Ya'ni Isa alayhissalom, Uzayr alayhissalom bu ikkisi bilan birga Alloh taologa ibodat qilib, Alloh taoloning taatida o'tgan olimlar va rahiblar do'zaxdan yiroq qilindi. Ulardan keyingi ozg'un kishilar Alloh taoloni qo'yib, ularni ma'bud qilib oldi. Mushriklarning farishtalarni Alloh taoloning qizlari biz ularga cho'qinamiz degan so'zlariga qarata mundaq oyat nozil bo'ldi. Ular, ya'ni mushriklar Allohning farishtalaridan bolasi bor deyishdi. Undaq emas. Alloh buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatlik bandalaridir. Ularning Alloh taoloni qo'yib Isa alayhissalomga ibodat qilindi deyishgan so'ziga qarata Valid va uning bilan birga turganlarni hayron qoldirgan Zibaraning mulohizlariga binoan tövendeki oyat nozil bo'ldi. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan senin qavming xo'shallikdan suran selishib ketadi. Ya'ni ular sening misolingga qarta Zibaraning mulohiza qilib qo'ygan savolidan qarta xo'shal bo'lib ketadi. Alloh taolo Isa alayhissalomni tilga ilib mundaq deydi: U, ya'ni Isa nasoralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. U, ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Ya'ni Isa alayhissalomning qo'liga berilgan o'likni terildirish, kasallarni saqaytish qatorliq mo'jizalar qiyomatning yaqinlashganligiga yetarlik dalildir. Alloh taolo mundaq deydi: Uningga, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, menga ergishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Ibn Jarir Avfidin Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xo'shallikdan suran selishib ketadi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Qurayshlar suran selishidi. Ularga: Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar, sizlar do'zaxga kelasizlar degan oyat o'qib berilgan chaqda Qurayshlar Muhammad alayhisalomga Maryamning o'g'li Isoning holi qanday bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: U Alloh taoloning bandasidir va elchisidir dedi. Ular: Allohning nomi bilan qasamki, Muhammad faqat bizni xuddi xristianlar Maryamning o'g'lini ma'bud qilib olgandek, uni ma'bud tutib olishimizni xohlaydi dedi. Shuning bilan Alloh taolo mundaq dedi: Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Belki ular jidalxo'r qavmdir. Ular bizning ilahlarimiz yaxshimi yoki Isomi dedi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Ular bizning ilahlarimiz Isodan yaxshidir deydi.
Qatada yana İbn Mas'ud radiyallohu anhuning ular bizning ilahlarimiz Muhammaddan yaxshidir deydi deganligini rivoyat qiladi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Ya'ni jidallashish uchun keltirdi. Ular Isa alayhisalomning ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar, sizlar do'zaxga kirsizlar degan bu oyatning hukmiga kirmaydiganligini bilatdi. Chunki uning bu oyatning hukmiga kirishi aqlga sig'maydi. Ya'ni kelib bu oyat Qurayshlarga qilingan xitob edi. Ular haqiqatan butlarga va shirklarga cho'qinatdi. Ularning Isa alayhisalomni bu oyatning hukmiga kirdi deyishi bema'ni so'zdir. Chunki ular uningga cho'qinmaydi. Buningdan ma'lum bo'ladi-ki, ularning bu misolni keltirishi faqat jidal qilish uchun edi. Ular bu so'zining to'g'ri ekanligiga ishonmaydi. İmam Ahmad Abu Umama radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom biror qavm avval to'g'ri yo'l ustida bo'lgan, keyin gumrohlikka qarab mangan bo'lsa, ularga faqat jidalxo'rlik miros qoladi dedi. Ondan bu oyatni tilovat qildi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Belki ular jidalxo'r qavmdir. Bu hadisni Tirmizi, Ibn Majah va Ibn Jarir qatorliqlar rivoyat qilgan. U ya'ni Isa nasoralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Ya'ni Isa alayhissalom Alloh taolaning bandalaridan bir bandadir. Allah Teala ona peygamberlik nimetini ata qildi. Onu biz İsrail avladıga Allah'ın kudretini gösterdiğen bir delil kıldık. Yani xalagan narsaga qodir ekanligimizni ko'rsatadigan dalil paket qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. Ya'ni sizlarning o'rninglarga farishtalarni yaratdik. İbn Abbas radiyallohu anhuma va Qatada bu oyatning ma'nosi xuddi sizlar bir-biringlarga o'rinbosar bo'lgandek bir-biriga o'rinbosar bo'ladigan farishtalarni yaratdik deganlik bo'ladi dedi. Mujahid bo'lsa sizlarning o'rninglarda zaminni gullantiradigan farishtalarni yaratdik deganlik bo'ladi dedi. U ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Bu yerda to'g'ri so'z Isa alayhissalomning qiyomatdan burun osmondan tushadiganligi ko'z tutiladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar va Nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isoning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etdi. Ya'ni Isa alayhissalom vafot bo'lishdan burun uningga iymon keltirdi. Ondan Isa qiyomat kuni ular Yahudilarning Isoni darg'a osdiq degan davosining va Nasoralarning Isa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. U ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Bu oyat haqida Mujahid qiyomat kunidan burun Maryamning o'g'li Isa alayhissalomning chiqishi qiyomatning yaqinlashganligining alomatidir dedi. Abu Hurayra, Ibn Abbas, Abu Aliya, Abu Malik, Ekrema, Hasan, Qatada, Zahhak va boshqalardan mushuning o'xshash rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalomning qiyomat kunidan burun Isa alayhissalomning odil podshoh, odil hukmdor bo'lgan holda tushadiganligidan shak keltirmanglar. Ya'ni qiyomatning cho'qim bo'ladiganligiga shak keltirmanglar. U cho'qim yuz berdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki,
Manga ergişinglar. Yani men sizlarga xabar qilgan narsaga ergishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda menishdan to'smasin. Yani shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Yani to'g'ri yo'lga ergishishdan to'smasin. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Aysa ro'shan mo'jizalar bilan kelib aytdi. Sizlarga men hikmat ilib keldim, yani payg'ambarlikni ilib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, yani diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Ibn Jarir bu oyat haqida sizlar ixtilof qilishgan dunyoning ishlarini emas, balki diniy ishlarni bayon qilib beraman dedi. Uning bu so'zi nihoyat yaxshi deyilgan so'zdir. Allohdan qo'rqinglar, yani Allah Taala sizlarni buyurgan ishda taqvodorlik qilinglar. Menga itoat qilinglar. Yani men sizlarga ilib kelgan to'g'ri yo'lga ergishishda menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Rabbimdir va sizlarning Rabbinglardir. Uningga ibodat qilinglar. Yani men va sizlar hammamiz Allah Taalaning qullarimiz. Allah Taalaga hojatmandirmiz. Hiç şiriki bo'lmagan yolg'iz Allah Taalaga ibodat qilishda bizning o'rtoqligimiz bordir. Bu to'g'ri yo'ldir. Yani men sizlarga elib kelgan yo'l to'g'ri yo'ldir. U yolg'iz Rabbiga ibodat qilish yo'lidir. Nasaralarning firqalari Aysa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Yani firqalar o'zaro ixtilof qilishdi. Ular Aysa to'g'risida guruhlarga bo'linib ketdi. Ba'zilari Aysani Allah Taalaning bandisi va payg'ambari deb e'tirof qildi. Mana bu to'g'ridir. Ularning ba'zilari Aysani Allah Taalaning balasi deb da'vo qildi va ba'zilari u Allohdir deydi. Allah Taala ularning so'zlaridan ustundir, yuksak va buyukdir. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi: Zalimlarga qattiq kun, yani qiyomat kunining azobidan voy. Alhamdulillah. Yuqorida sura Zuhruf tafsiridan 65-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.